Assalomu alaykum, hurmatli Mustang jamoasi kuzatib turgan obunachilarimiz. Hop, bugun 25-oktyabr 2025-yil navbatdagi super drablikamiz. Mis motorligi 220 da ishlaydigan, mis motorligi 3 kW 3000 oborot bo'ladi. O'zi yozuvida 6,5 3,5 yozilgan bo'ladi. Aslida 3 kW bo'ladi. Hop, drablikamiz soatiga 400-500 kg 220 da donni maydalab beradi. Shuni sekundomerga qo'yib ko'rsatib bering deganlarga hozir ko'rsatib beramiz. Mana tarada qo'yib oramizni tarani bosib qo'yamiz, don qilamiz. Endi hozir buni chiqarib qancha minutda donimizni maydalab berishni ko'ramiz. Necha kilo donni necha minutda maydalashni ko'ramiz. Hop, tarozini olib qo'ying. Qani boshladik. 1 2 3 ketdi. Hop, 24 sekund, 25 sekundda xudo xolasa maydalab bo'ldi. Hech qancha qolmadi, 50 grammi, 10 grammi. Hop, eng yirik setkasida ko'rgan bo'lsalaring holati. Hop, endi 25 sekundda tarozini qo'ying, necha kilo nima qildi. Mana tarasi 425 qo'ying endi. Mana necha kilo bo'ldi ekan? Kalkulyatorni ochib beraman. Hop, do'stlar, mana 6 kilo 350, ya'ni 6 kilo desak, 25 sekundda 6 kilo. Endi 50 sekundda 12 kilo. Mana 1 minutda 12 kilo deylik. 1 minutda 12 kilo bo'lsa, 12 ni ko'paytiramiz 60 ga. 720 kilo, 700 kilo. 700 kilo hozirda o'zida 8 mm setkada makkani maydalab berdi. O'rtacha shu 400-500 kilo deb sotamiz. Bemalol 220 da 500 kilo makkazni maydalab olishingiz mumkin. Bundan ham ko'proq chiqarsa bo'ladi. Uning uchun biz hozir 220 da biz oxirgacha tortmadik. Agar reklama uchun ishlaganimizda biz oxirgacha tortib qo'yardik-da. Siz uchun 1 tonnani chiqarib berib, mana 1 tonna deb maydalayapti deb misol uchun ko'rsatib berganimiz bilan sizni uyingizda tok past bo'ladi, boshqa bo'ladi. Misol uchun hammani ham uyida 220 bo'lmaydi. 180 ga tushib ketadi, 190 ga tushib ketadi. Ana 200, 170 holatda bo'lib qoladigan bo'lsa, 1 tonna chiqarib bera olmasa, keyin biz xijolat bo'lib qolganimiz sababli luchish buni 400-500 kilo deb sotamiz. Uydagi 180 tokni hisobi bilan sotyapmiz. Agar uyingizda 220 toza bo'ladigan bo'lsa, bemalol soatiga 700 kiloni yo bo'lmasam 1 tonnani urishingiz mumkin. Lekin o'shanda ham 220 da ishlagan taqdirda ham ehtiyot qilgan holatda motor 220 zavodskiy mis bo'lgani bilan mana bu tortmasini mana ligrovkalari bor. Xohlagan obyemingizni ochishingiz mumkin, faqatgina oxirigacha emas, oz miqdorda mana makkani razmeri qancha bo'lsa o'sha miqdorda ochib, motorga nagusik tushirmagan holatda umrini uzoq holatda qilib bemalol ishlashingiz mumkin. Ushbu drablikamiz soatiga 400-500 kilo maydalagan drablikamiz mis motorligi 4,5 million so'm, alyumin motorligi 4 million so'm. Xo'p, agar shu mis motorlikni ikkita tarafdan chiqaradigandan kerak deydigan bo'lsangiz, ikki shoxli drablikamiz ham bor. Ikki shoxli drablikamiz alyumin motorligi 4,5 million, mis motorligi 5 million. Xohlasangiz 380 da qilib beramiz. Xohlasangiz mana bunaqa granulyatorlar qilib beramiz. Granulyatorlar ham podrяд yig'ilyapti. Bitta ikki shoxli drabelkalarimiz, granulyatorlarimiz hozir jinday qurilish jarayonlari bo'layotganligi uchun bizda jinday bardak. Bu taraflarda ko'rgansizlar, mahsulotlar shetda apketga jarayonlari bo'ladi. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazdan ishlamiz. Nomerlarimiz o'sha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.